Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli teletomoshabin do'stlar. Bu juda ham bir quvonchli bir hodisa bo'ldi. Shu Amerikada o'zbek bir televideniyasini ochish, o'zbek televideniya kanalini ochish bu bir quvonchli bir kutilmagan ham quvonchli bir hodisa bo'ldi biz uchun. Bu narsadan avvalambor juda ham xursandmiz. Juda ham xursandmiz shu o'zbek madaniyatini, o'zbek san'atini shu Amerikada shu o'zbek san'ati madaniyatiga qiziqqan teletomoshabinlarga, umuman tomoshabinlarga yetkazib berish imkoniyati tug'ilganidan juda ham xursandmiz. Endi ikkinchi bir quvonchli tomoni hozir shu bir shu televideniyani ochilishi, ochib berish bu Shaytanat filmiga to'g'ri kelgani ham juda bir quvonchli. Endi mana ko'rib turibsizlar, haqiqatan ham bir qator Shaytanatda ishtirok etgan insonlar shu yerda, aktyorlar shu yerda, mana operatorlarimiz bor bu yerda. Bu ham bir qanaqadir shu mana shu filmni mana shu televideniyani ochib berish uchun xizmat qilishiga bir turtki bo'lgan narsalardan bo'lishi mumkin. Bu ham bir yaxshi bir narsa, balkim bu bekorga emasdir demoqchiman. O'shanga men avvalambor mana shu televideniyaga muvaffaqiyat tilayman. Ishlarida rivoj tilayman. Shu televideniyamiz gurkirasin, gullab yashnasin. Xullas, mana shu televideniyani ishi rivojlanaversin. Biz san'atkorlar o'zimizni xizmatimizni, o'zimizni shu filmlarimiz orqali, qilgan ishlarimiz orqali shu televideniyaga yetkazib beraveraylik. Mana shu televideniya orqali Amerikadagi butun Amerika xalqi qolaversa, Amerikadagi vatandoshlar shu O'zbekistondan ajralmay turgani bu juda ham quvonchli. Men sizlarning ishingizga faqat rivoj tilayman. Muvaffaqiyat tilayman.